ayrim joylar sal cho'zilib qolyapti. Men tez gapiraman, tez kulib olasan. Chunki yaponlar bor-ku, mehnat qachon boshlanar ekan? Dam olish kunidan kelgandan keyin dushanba kuni sirasi mehnat boshlar ekanda, biznikilar seshanba kuni boshlaydi. Yarim kun so'rashib oladi, xola sanani. Agar ayollar bo'lsa, 2 kun nima qilganini soat vaqt hammasini aytib beradi-da. Boshlaydi. Shanba kuni. Ertalab salonga bordim, go'zallik saloniga. Voy, shunaqa chiroyli qilib qo'yishdi, men o'zim taniy olmay qoldim. Uyga kelsam erim tanimayapti. Kimsiz diyor, deyishingiz nima dedim. Boshlaydi keyin, voy challariga borsam 300 ta xotin, voy shunaqa kiyinibdi, hammasini kiyinganini aytib beradi. Dugonasiga aytib berishi shart, chunki bu dugonani sil qilib o'ldirish kerak edi. Chunki u bechara 2 kun dejurda qolgan. Boshlaydi, voy shunaqa kiyinibdi, uni sen o'tiradi. Uni qo'yib, voy uni tashqariga chiqib ketadi. Bu shunaqa, men qoyil qolaman, shu ayollarimiz kiyimni juda ham yaxshi ko'radi. Agar bitta to'y qiladigan bo'lsangiz, hamma kiyinish kerak-da. Yangi kiyim dedi. Ana uni kiyavering, yo'q kiydim dedi. Kiydim. Ana nima bo'pti? Yana kiyinsa, yo'q ko'rgan odam. Ko'rgan bo'lsa nima bo'pti? Kiyinsa. Ziqlas. Siz o'ylayapsiz. Men o'ylamayman. Uvalib bor ekan kiyimlarni. Chunki u shkafning ichiga qo'yib qo'yasiz, bir marta kiyilgan, kiyilmagan kiyimlar turadi. Ular mana shu xilpirab turar ekan. Shunda shkaf ochilsa, meniki yarmigina. Yana shkafga yo'q qo'ysiz. Shunga tug'ildim men. Umrim shkafda chirib ketadimi deb uvalib bor ekan. Lekin men dunyoni aylanib kelgan inson sifatida aytaman. Xoh Amerikaga boring, xoh Yaponiyaga, boshqa joylarga boring, hammasi o'zbek ayollari haqida zo'r fikrda. Ibosi, hayosi, oilasiga bo'lgan, farzandlariga bo'lgan oqibat mehri haqida zo'r fikrda. Iloyim, shunaqa ibo, hayo uchun biz ayollar qancha kiyinsa, shuncha kam. Erkaklar, oberinglar kiyimlar. Ayollar, kiyinib yuringlar. Balkondagilar, sizlar rost, kiyingan yaxshi-da, kiyinmay yurgandan ko'ra. Voy gavyo, Ruslan Nuriddinov pedal ishtanga ko'targan. Ko'rdingmi? Shundoq ko'tardi. Hamma og'irlikni shundoq ko'tardi, shunda yerga tashab, yana nimang bor ko'tarib ketdi. Ruslan Nuriddinov to'xta, bunaqa polvonlar ham bor-da. Biz Andijonda bir rosa Andijonchasi aytganda batarin deydi. O'tganni o'rog'ini, ketmonni oladigan bitta bola bor ekan. Shunda bitta do'konga kiribdi-da. Nima qilyapsizlar? Nima qilyapsizlar? Bizay do'kondagilar savdo qilyapmiz, sotyapmiz. Kelganni kutib, ketganni kuzatib, so'kinmadim. Shunaqa odamlar ham so'kinma. So'kinganim yo'q ekan. So'kinding. Tur yo'qoldi demayman. Ya so'kinganim, tur yo'qoldi. Kim so'kin? Kim haydayapsan? Urib pachag'ini chiqarib yubordi. Bitta dehqon, unda yer chopayotgan ekan, dehqonni oldiga kelib, "Og'a dehqon, nima qilyaptilar?" Sen yer chopayapsan, so'kinmadim. Jon aka so'kinganim, so'kin deymiz. So'kinmadim. Ketmonda kimni ketmon bilan urasan? Yo aka, men sizni taniyman, ona tomondan qarindoshmiz. Onamdan keldingmi deb. Sen meni onamdan kelding, urib, uni ham nakavt qo'yib ketib. Qarasa Ruslan Nuriddinov o'tin chopib, o'tinlar aralab, hali o'tinlarni u yoqdan bu yoqqa otayotgan ekan. Hali Ruslan Nuriddinov oldiga kelib, hali yuragi borda. Ruslan debdi. Qalaysan Ruslan? Ruslan. Baqarat Ruslarimda qarab Triqadet. Kimdan? Buni qol. Haydasa hali madrumush polvon. O'tin yorayapman degan. Bizni zo'r polvonlarimizga ko'z tegmasin, shu bayrog'imizni ko'targan polvonlarga aytadigan ta'riflarim bor. Sizni ta'rif etmoqqa ojizdir tillar. Sizdagi shiddatdan yayradi dillar. Omon bo'ling deymiz, bor bo'ling deymiz, vatan bayrog'ini ko'targan mardlar. Shijoatdan belbog' boylab beliga, asl farzand bo'lgan asriy eliga, vujudin cho'miltirgan zahmat teriga. Yo'qmaydi. Vujudin cho'miltirgan zahmat teriga, hech ko'rmang dardlar, vatan bayrog'ini ko'targan mardlar. Bu zahmat tarixda mangu qoladi.
Sizdan ko'p izdoshlar o'rnak oladi. Sizni o'zbek xalqi duo qiladi. Omon bo'ling deyman. Hech ko'rmang dardlar, vatan bayrog'ini ko'targan mardlar. Shu mardlarimizga bitta qarsaklarni yemanglar. Onalarimizga rahmat, shunaqa chempionlarni tug'yotgan. Ijozat bersanglar, endi men ham o'zimni chempionlarimni mana shu sahnaga taklif etsam, chunki ko'pchilik bilasizlar, bugun reklamalarda ham bilgansizlar, farzandlari ham chiqadi degan gaplar bor. Hali sizlarni kuldirishga juda ko'p ulguraman. Shuning uchun cho'zmasdan ularni men sahnaga taklif etmoqchiman. Marhamat, o'zimni chempionlarim Shamsiddin hamda Firdavs. Kelinglar, kela qolinglar. Matasekilga kelyapti. Shamsiddin. Yengilligini qarang. Birinchilar shunaqa qilyapti. Firdavs qani? Firdavsmi? Firdavs kelyapti. Firdavs. Firdavs chaqirib yuboringlar. Firdavs. Firdavs. Ana kelyapti. Firdavs o'g'limiz. Sal qolishga sal qoldi ya. Chish o'g'lim. Bo'ldi. Buni joyiga jo'nataveramiz. Buril. Yo'qqa kirib. Bera keling. Siz chap tomonda, so'ng tomonda so'rashing xalq bilan sizlarni. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mehri daryo xalqimiz. Bu yerda shunaqa daryo yo'q-ku. O'g'lim shunaqa mehr daryolar bor. Ancha-munchasini cho'ktirib yuboradi bolam. Qanaqa nimada keldinglar hozir? Lifan mototsiklida. Oho, Lifan mototsikli. Qanaqa ekan ovozi bir o'xshatingchi qani? Poyga o'ynaymiz shekilliga. Qana, kimni Lifan mototsikli yutar ekan? Endi ayash yo'q. Mototsikl haydab yurib yutaman men. Men qarang o'g'lim. Sizlarga mototsikl haydab yallo qilib yuravermang. Men sizga ish tayinlab ketdim. Qoriq kurab qo'ydim. Tushunamsiz? Hozir mana shu qilmagan ishingiz uchun shuncha odam oldida jazolayman. Uyaling dada. Nimaga? Yuridikada o'qigansiz-ku. Nima aloqasi bor? Qonunda qilinmagan ish uchun jazolanmaydi deb qo'ygan. O'qiyaptilarmi kitoblarni? Nimaga unda o'qituvchingizdan keyin darsga kiryapsiz? Hamma o'qituvchilardan keyin darsga kirar ekansiz. Ular menga arz qilishdi. Nimadan bu? Bu sizning nasihatingizdan. Qanaqa nasihatimdan? O'zingiz aytardingiz-ku, kattalarning oldida yurmagin deb. Shunaqada bular. O'qituvchisi bir kuni darsga kiribdi-da, bularga aytdi. Kim o'zini aqlsizmansa o'rnidan tursinsa, hamma jimmish. Tursin o'rnidan, kim o'zini aqlsizmansa, bitta biz o'g'il turibdi-da. O'qituvchi ham hayron bo'lib, siz o'zingizni aqlsizman deb o'ylaysizmi? Yo'q, ustoz, o'zingiz yolg'iz turganingizga sheriklikda o'rnimdan turdim. Shunaqa degan bo'lar. Hop, nimaga ikkilar ko'payib ketyapti jurnalda? Qachon kamaytirasan? Harakat qilyapman dada. Nimaga kamaymayapti? Chunki ustozim jurnalni doim o'zi bilan olib yuribdi-da. Lekin latifa to'qishda ikkichi emas. Ana o'zi to'qigan bitta latifani aytib bersin. Ayting o'g'lim. Baland do'mma tagida bir otaxon o'tirgan ekan. Barzangi yigitni to'xtatib, "Bolam, jon bolam, meni 8-qavatga olib chiqib qo'y. Shu yerda yashayman, lift ishlamayapti, bolam. Savob bo'ladi" desa, haligi yigit, "Bo'ldi otaxon, o'tiring" deb qiynalib 8-qavatga olib chiqib, "Duo qiling otaxon" desa, haligi otaxon, "Bolam, duoga shoshma bolam. Esim qursin, kalitni pastda qoldiribman." Shu joy menga o'xshar ekan xotirasi bor. Hop tushdim. O'zim tushmasam topolmaysan bolam. Desa, haligi bola yana olib tushib qo'yib, "Endi bo'lmaysizmi tezroq bo'ling. Vaqtim yo'q. Tezroq kalit qidiring. Ari postga olib tush, es bor deysiz." Desa, haligi otaxon, "Bolam,
Ya, qanaqa kalit? Menda hech qanaqa kalit yo'q. Men o'zi bu domda turmayman, hovlida turaman. Barakatay saqigim keladi-da, degan ekan. Aysa qilib yuribsiz. Shuning uchun, ha? Shamsiddin o'zi qarang turishini, odobliligini, savollarda zo'rini beradi. Nima savol bermoqchisiz menga? Dada, nega kelinlar oppoq ko'ylak kiyishadi? Bolam, oppoq bu xursandchilik ramzi, shodlik ramzi. Tushundingizmi? Endi tushundim nimaga kuyovlar qora kiyim kiyishini. Qara, sen bunaqa g'alati bola bo'lmagin. O'g'lim, mehmon kelsa qo'lingni dasturxonga cho'zadigan bo'lib qolsan. Hadi qo'lingni dasturxonga cho'zorma, tiling bor, gapir, so'ragin. Qo'lingni cho'zmagin. Dada, qo'lim tilimdan uzunroq-da. O'zi shunaqada bir kuni mehmon keldi, qulupni yopganda qimmatga qulupni olsam, hali mehmonlar kelmasa shuna qo'lini cho'zdi-da, ana shu qo'lini shunday cho'zdi, narigisimda. Tarsida qo'li ko'rdim-da. Jim turdim. Mehmonlar kelib kelsin, keyin yeysan. Chunki ko'p yeyishmaydi ular. Bunga men yo'l qo'ymayman ham dedim. Tasavvur qiling, Valijon Shamsiyev gapirib tursa kim yeydi? Ular keldi, ular ham bolajon shuna buni orasiga o'tkazib yubordi. 2 daqiqaga tashqariga chiqdim. Qaytib kirsam shunaqa dumalab kulishyapti. Nima bo'ldi shunda ichkarida? Qo'lpanaga qo'llarimni cho'zdi, qo'llariga tars edib urdim. Nega uryapsan deysa, yemaylar dedim. Nega yemaymiz deysa, sizlar ketganinglardan keyin o'zimiz erkanmiz, dadam aytdi dedim. Meni bilasizlar, endi sahnaga chiqqanimdan beri Shukrullo Zoir bilan tortishib kelaman. Shu o'g'limga to'g'ri kelib qopti. To'yga aytgani borgan ekan, Shukr akasini ko'rib qopti. Nima dedi Shukr akangiz? Nima deb so'radi? Assalomu alaykum dedilar. Ha. Siz nima dedingiz? Shukr akamisiz dedim. Ha, Shukr akaman desalar, muncha sevasiz dedim. Nima dedi? Qo'yan nazadin. Qolgani shunaqaki Shukr akani jahli chiqdi. Uning oting qo'laygir deb turdi. Qo'laygir. Siz nima dedingiz shunda? Nima dedingiz shunda? Gapirsangiz qorningiz qimillarkan dedim. U nima dedi? Xo'p, nima qilsam qornim yo'qoladi desalar, tuxsiz dedim. Kimga qo'rqib ketaringiz? Gap yo'q. Men qarang, o'g'lim men siz bilan gaplashsak ko'p gaplashib qolamiz, chunki odamlar mana shu Shamsidan kezi sakrashlarini ko'pchilik yaxshi ko'radi, saltalar qilishlarini, shuning uchun bir saltalar qilib berasiz hozir. Xo'pmi, bir gaplashib qo'yamiz. Dada, kostyum shimdamanu. Bu kostyum shim oddiy kostyum shim emas. O'zimiz O'zbekistonning mahsuloti. Namangan viloyati Istiqlol tekstil dizayn ideal kostyum shimlari. Ancha-munchaga yirtilmaydi, qo'rqmang. Qani, sayyorgalingiz ko'ring. O'g'lim, siz boring, men akangiz bilan bir o'g'il bolacha bir gaplashib qo'yay, xo'pmi? Bir o'g'il bolacha. Dada. Oh. Agar akam sizni xafa qilsa, menga ayting, xo'pmi? O'g'lim, Firdavs. Akangiz meni xafa qildi, meni akangiz hozir. Yomon ish bo'pti-da. Yuguring, gulingiz oling, yuguring tez-tez. Bo'ldi gap yo'q. Tayyormisiz? Qani, ketdik bunda. Hali ham sakrab yurganimga rahmat. Boringlarga shu sakrab yuraveraylik. Rahmat. Havas guruhini, bular ham oilaviy ansambl, qarsakinglarni aytinglar. Havas guruhidan vakil. Bir boksyor ikkinchi raund debdi omtol. Yotganmishda. Murabbiysi yaqinroq kelib, damol. Shu ochdi sanayapti, damol. Ozgina damol bor. Damol. 8 gacha damol, 8 gacha desa, hali boksyorni qarashib qo'ydi. Hozir soat necha bo'ldi? Bugun soatlar, vaqtlar ziyoda. Bugun yaxshi niyatda kelganlar, yaxshi niyatda vaqtlarni ajratib kelgan vaqtinglarga ko'z tegmasin. O'g'lim, yaqinroq keling. Ma'qul bo'ldimi?
shuncha odam oldida sizga savol bermoqchiman. Bo'ldik bugun. Qonlar yutib loylarni kecha, tutqun edik kimgadir kecha. Zulmat edi har bitta ko'cha. Yorug' yo'llar qidirib necha ajdodlarning qalbida tugun. Kim edik-u? Kim bo'ldik bugun? El sha'nini himoya etgan ziyolilar tinch yurolmasdi. Otasining janozasida farzandlari tik turolmasdi. Bog'langandik chor taraf tugun. Kim edik-u? Kim bo'ldik bugun? Islom ota jur'ati bilan parchalandi tugunlar mutlaq. Mustaqillik shabbodasini kutgan edi xalqimiz mushtoq. Endi hech kim solmasin tugun. Kim edik-u? Kim bo'ldik bugun? Tarqoq fikr, tarqoq o'ylarni bir chekkaga surib qo'yaldik. Bir yoqadan bosh chiqarib biz tinch vatanga ega bo'loldik. Yot g'oyalar biz uchun kukun. Kim edik-u? Kim bo'ldik bugun? Ko'zni oching. Ko'zni oching, atrofga qarang. Hayotimiz bo'lgan rang-barang, havas qilar amirqo farang. Qalbimizda faqat bir jarang. Shukr Alloh. Shukr Alloh, emasmiz tutqun. Kim edik-u? Kim bo'ldik bugun? Endi hech kim solmasin tugun. Kim edik-u? Kim bo'ldik bugun? Yo'lga solgan yurt otasin yod etaylik. Har sohada ular ruhin shod etaylik. Ba'zan kulgimga sig'may qolgan fikrlarimni satrlarga joylayman. Sizlarga yana bir sovg'a sifatida yangi kitob chop etildi. Kapalak sog'inchi yoxud dadamni qimsab deb nomladim. Ijozat etinglar. Hozirgi she'r yurtimiz otasi, O'zbekiston Respublikamizning birinchi prezidenti Islom otamizga bag'ishlanadi. Ijozat etinglar, o'qib bering. Xalq istagin bajo etmoqlik Islom otaga xo'p huzur edi. O'zbekiston xalqi uchun u misli hazrati bir Xizr edi. Bejiz emas otamiz hoki, hozir Xizr birla yonma-yon. Yurtimizning bog'boni ketdi. Ishongimiz kelmaydi hamon. Barchamizning ko'zimizda yosh, so'nggi yo'lga kuzatdik uni. Islom bobo suratini quchib, farzandlarim yig'lar har kuni. Uxla bolam. Uxla bolam, suratni tongda men o'zingga qaytib beraman. Islom bobo hayotin senga ertak qilib aytib beraman. Har lavzida sodiq turolgan el ichida erkak bo'ladi. Qilgan ishi avlodlar uchun eng ibratli ertak bo'ladi. Bilgin bolam, bu ulug' zotdir. Yurtin sevgan o'zidan ortiq, borlig'ini bag'ishlab elga tinch hayotni qila olgan tortiq. Mustaqillik, obod turmushni o'z yurtiga o'rnatib ketdi va xalqiga vatanni qandoq sevishni ham o'rgatib ketdi. Iloyim, ular xohlagandek vatanimizni sevish barchamizga nasib qilsin.
bolam. Faqat bu meni gapim emas. Mana shu zalda o'tirgan va bizni ekranlar orqali ko'rib turgan hamma insonlarning fikri shu. O'z farzandlariga shunday nasihatlar qiladi. Bu yurtga hech qachon xiyonat qilma. Bu yurt haqida qanchalik kuylasang, qancha xizmat qilsang shuncha kam. Chunki siz va biz buyuk yurt farzandlarimiz. Buyuk yurt farzandlarimiz. Buyuk yurt farzandlarimiz. Buyuk yurt farzandlarimiz. Vatan deya kim qadam tashlar, demak ezgu ishlarni boshlar. Vatan deya kim qadam tashlar, demak ezgu ishlarni boshlar. Qo'lni qo'lga bering ey yoshlar, qalbdan deylik birga barimiz. Biz buyuk yurt, biz buyuk yurt, biz buyuk yurt farzandlarimiz. Biz buyuk yurt, biz buyuk yurt, biz buyuk yurt farzandlarimiz. Babolari polvondir azal, momolari paridan go'zal. Babolari polvondir azal, momolari paridan go'zal. Shu yurt uchun bitaylik g'azal, qalbdan deylik birga barimiz. Biz buyuk yurt, biz buyuk yurt, biz buyuk yurt farzandlarimiz. Biz buyuk yurt, biz buyuk yurt, biz buyuk yurt farzandlarimiz. Biz hech kimdan kam emasmiz, kam bo'lmaymiz ham. Bayrog'imizni hamisha tutarmiz baland. Ajdodlarga biz munosib bo'lurmiz tayanch. Qalbdan deylik birga barimiz. Biz buyuk yurt, biz buyuk yurt, biz buyuk yurt farzandlarimiz. Biz buyuk yurt, biz buyuk yurt, biz buyuk yurt farzandlarimiz. Biz buyuk yurt farzandlarimiz. Omon bo'linglar. Qarsaginglarni yemanglar. Rahmat, rahmat. Umringlar uzoq bo'lsin. Bu yurtga qancha xizmat qilsang arz. Joyi kelganda bir maqtanib qo'yay. Yaqinda men ham Ichki ishlar vazirligi ashula raqs ansamblidan nafaqaga chiqdim. Bir joyda shunaqa dedim, nafaqaga chiqdim. Sen bittasi menga qarab nima deydi? Siz ham nafaqa xo'r bo'libsiz dedi.
Gapni og'irligini qarang. Nima deysam, nafaqa xo'r ekansizlar deydi, zo'r javob keldi. Aka dedim, o'z vatanini sotib, boshqa yurtlarda birovlarga xo'r bo'lib yurgandan vatanga xizmat qilib, o'z yurtida nafaqa xo'r bo'lib yurganga nima yetsin?